Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Jamiki o'z kanali va sizlar bilan men Jamshid Uzoqov. Hurmatli do'stlar, hurmatli vatandoshlar, bir videoga ko'zim tushib qoldi. Albatta bu videoni sizlarga ulashmoqchiman hamda sizlarga qisqacha mana shu videoni qo'yib ko'rsataman. Undan keyin ozroq mana shu video haqida sizlar bilan birga suhbatlashamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, xayrli kun azizlarim, mehribonlarim, juma ayyomlarim muborak bo'lsin. Men yana ish boshidaman. Meni hozircha jinlarim bu yoqqa olib keldi, ya'ni jinlarim shu yerda. Endi qabristonda kecha ruhlar bilan qildik, hozir jinlar bilan qilamiz. Mana ko'ryapsizlar do'stlar, butun bir O'zbekistonda mana shunaqa kufsup qiladiganlar ko'ryapsizlar, aytayaptiki, qabristonga bordik, qabristondan keldik deb rasmlarni yoqyapti. Kimdir agar xotindan ajrashgan bo'lsa, ikkinchi xotin olgan bo'lsa, ularni xotinidan ajrattiramiz, birinchi xotin bilan yashattiramiz. To'shakda agar bo'lmay qolgan bo'lsa, to'shakda bo'ldirtiramiz va hokazo shunga o'xshash gaplarni gapirib o'tdi. Hozirda O'zbekistonda bunaqalar juda ko'p. Mana hozir aytayaptiki, odamlarni garang ham qilyapti, odamlarni shalam qilyapti, tentak ham qilyapti, duo ham qilyapti, kutub ham qilyapti. Xullas, har balolar qilib ko'rsatyapti. Lekin hozirda agar kimda kim ozroq bir qanday bir ish qilib qo'yadigan bo'lsa, jinoiy ish qilib qo'yadi, sirazi jinoiy javobgarlikka tortilyapti va ma'muriy bo'lsa, ma'muriy javobgarlikka tortilyapti. Lekin hozirda mana bu ayolni ko'rib turgan ishini ko'rgan bo'lsanglar, hozir men kutib qolaman va shunga o'xshash gap so'zlar. Bu narsani oldini olish kerak. Qachongacha bu narsa davom etadi? Ko'ryapsizlar, mana shu oilalarning buzilishliklari, kimnidir eri o'lishligi, kimdir farzandi olamdan o'tishligi, kimnidir farzandi yo kimnidir ayoli, kimnidir erkagi, kimnidir yana boshqa qarindosh urug'lari mana shunday qilib bir tentak bo'lib qolishligi mumkin va xullas mana shu holatlarga tushmasligi uchun biz mana shu O'zbekiston mutasaddi tashkilotlari hamda ichki ishlar organlariga biz murojaat qilib qolgan bo'lardik. Albatta bunaqalarni oldini olish kerak. Qachongacha kimlarnidir yostig'lari qurib ketishligi mumkin. Bular agar o'sha sehr jodu qiladigan bo'lsa, ko'ryapsizlar, biz bordik qabristonga, qabristondan keldik, yana bir balolar deb gapiryapti. O'zlaringiz videoda ko'rdinglar. Sizlarga to'liq videosini qo'yib beraman hozir. To'liq videosini ko'rasizlar. Iloji boricha kim qanday fikrda? Albatta o'zlaringizni fikrlaringizni video ostida kommentariya qismida o'zlaringizni fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldirasizlar degan umiddaman. Video ostiga bir donadan like bosib, videoni keyinroq tarqatasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan Jamiki o'z kanali edi. Kelgusi rolikda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling azizlarim. Videoni davom etamiz. Assalomu alaykum, xayrli kun azizlarim, mehribonlarim, juma ayyomlarim muborak bo'lsin. Men yana ish boshidaman. Meni hozircha jinlarim bu yoqqa olib keldi, ya'ni jinlarim shu yerda. Endi qabristonda kecha ruhlar bilan qildik, hozir jinlar bilan qilamiz. Yana qabristonga qaytaman obeddan keyin. Inshaalloh kecha o'tgan kun murojaat qilganlarning ishi bugun kechgacha bitadi. Hammasining ishi Xudo xolisi. Eng kuchli sevgi aksiyonlarimiz, sevgan insoningizni qaytarish, taloq bergan erni orqaga qaytarish, agar uylangan bo'lsa, o'sha xotini ajratish. Undan keyin bitta cho'rni magiyamiz bor. Jinlar bilan ishlaganmiz. Bugun bitta cho'rni magiya qilamiz. Agar kimnidir oilasini ajratmoqchi bo'lsangiz, sizga dushmanlik qilgan odamni yoki o'sha odamni kasal qilib qo'ymoqchi bo'lsangiz, postelda bir umr yotsin desangiz, murojaat qilishingiz mumkin. Uni ham faqat bugun qilamiz. Bir kun faqat bugun qilamiz.